Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizni kuzatayotganlar, navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirdik. Bu joyimizga veranda qo'yib berganmiz. Akfa alyuminda G306 dan qo'yib berdi. Ya'ni mokriy rangda, oynalari 2 qavat bo'lgan, qoraga oq qilib berganmiz oynalarini. Svetlari bir-biriga tushgan, xudo xolasa. Bu joyimiz jami joy uzunligi 18 metr bo'lgan. Bo'ylari 1.90 qilib berdik. Eshigimiz 2 dona eshik tushgan, ko'rishingiz mumkin. Doimgidek o'zingizlar ko'rib borgan mana ustullarini alkafonda o'rab berganmiz. Ichkarilariga 30 lik padagonlari bilan har bir oralalardan bittadan ochilish qilib berdik. Summalariga keladigan bo'lsak, pullari 1 kvadrat metri 670 ming so'mdan olib kelib o'rnatib bitirib berdik. Bularimizga endi mana 30 lik padagonlar, oynalari 2 qavat, ustun o'rashlari hammasi kiradi, ko'rishingiz mumkin. Eshiklarimizga mana o'zgacha qilib mokriy rangda shotlankalar terib berganmiz. Ruchkalarimizni qora ruchkalardan foydalanib, bu joyimizda mana so'ri tarafimizga taglarini alkafon qilib berganmiz. Fortishkalar bo'lgan, mana bu tarafimizda bitta fortishka, narigi chekamizda bitta fortishka bo'lgan. Eshikda legirovkalarni ko'rsanglar bo'ladi. Ruchkalarimiz ham mana original akfa ruchkalardan bo'lgan. Ochilib yopilishlari ideal holatda. Profillarimiz ham mana katta profil, 8 lik profillardan bo'lgan. Uni taglarini ham mana 8 lik profillardan qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqa olasizlar. Ishiklari chiroyli holatda zo'r qilib bitirib beramiz. Ichki holatlarni ham ko'rsatib o'tsam sizlarga, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ochilib yopilishlarini ko'ringlar, bu eshiklarda juda bir zo'r. Padagonlar desa mana 30 lik padagonlar qo'yilgan. Choksiz qilib o'tkazib berganmiz. Mana ustunda oldalarini ham. Rom ochilishlarimizga kelsak, mana ochilishlari ham juda bir chiroyli holatda. Bu ishimizni ofishiy summasi 24 million so'mga olib kelib o'rnatib bitirib berganmiz. Bizning manzil Andijon viloyati, Buloqboshi tumani. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Nomerlarimizni pastda qoldirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.